qarang mana, alo. Xudo xolasi bu temirlari rossiyskiy 6 qalinlik turbadan bo'ladi. Turbadan, bu asosiysi, shunaqa. Xo'p. Setkasi qo'yiladigani ichidan, bizniki yondan bas. İçinden qo'yiladi. Suvni bakeni olib keling suvni. Suv nimaga? Suvni qarang, suvni quyishi katta xato bo'ladi. Buning sababi xo'p. Bitta ikkitasida ko'rdim suv quyayotgan. Gerimetga qilingani bilan, lekin mana bu motorda o'qi bor-ku. Bu yerdan suv tushadi. Aytdani. Lekin buni 5 kun 10 kunda bilinmaydi. Qachondir bir vaqt soat kelib ichiga suv to'planadi. Shunda keyin nima bo'ladi? Oddiy misol, atmutga kuyadimi? Kuyadi. Jon akalar, una narsa kerak emas. Bu drabilkada suv chiqarilmaydi. Bu qachay donlar uchun-da. Meni to'g'ri tushuninglar. Yo, yaxshi bo'ldi aytdingiz. Mana bitta ikkitasida ko'rdim. Suv quyishib yuboryapti. 100% tushadi mana. Orasidan suv kiradi. To'g'ri, bu yerda germetga qilamiz, bu yerdan tushmaydi, lekin mana orasidan tushadi. Iloji yo'q. Shuncha akalar unaqa qilib aldamanglar xalqni. Siz nima qilyapsiz aka bu tarafda? Vohaga olib ketishga harakat. Ularga to'g'ri borib ishlatib yuzib garantiyalari bor 6 oy. 6 oy garantiya bor. 1 oy motorga garantiya bor. Dastavkamiz qanchacha? Dastavka O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. U chekka, bu chekka, bag'i Tojikiston, Qirg'izistonga ketib ko'radi, achchig'imiz kelib qolsa. Qo'shni davlatlarga ham chiqaveradi. Tojikiston, Qirg'iziston. Ketaveradi. Akalar, bularda doim sifatli bo'ladi, keyin hamma yo'g'iga garantiya beriladi. O'zlaring ko'ryapsizlar. Bir tuta detallar yo'q, hammasi original. Boshlanadi. Dastavkasi ichida olib borib yetkazib yurgizib berishimiz 2 million 800 ming so'mgacha. 2 milliondan 2 million 800 gacha. Dastavkasi ichida. Chetdan kelib olib ketsa yana ham arzon qilib beradi. Bitta narsani so'rayman, haligi internetda chiqyapti 1,5 milliondan drabilchalar deyapti aka, ular nima ular? Alo, 1,5 millionga ham bor drabilcha. 1,5 millionga ham bor, faqat garantiya bermaymiz. Garantiya beramiz. Ham hech nimasiga garantiya bermaymiz. Olib boramiz, ishlatib beramiz xolos. 1,5 millionga mana bu turbasini o'rniga list bo'ladi, 208 lik list bo'ladi. Mahalliyda o'rniga, mana uni o'rniga, mana 10 lik bu. Shuni o'rniga 6 bo'ladi. Pichog'i ham 14 talik bo'ladi. Bu 1,5 millionga qilib beramiz. 1,5 millionga qilib beramiz. Joyida narxi shunaqa. Endi mana bu baquvvatini mana sizga men narxini aytaman. Xo'p. 1 million so'm, 1 million 600 ming so'mdan beramiz. 1 million 600 ming so'mdan 2 kilovatli bo'ladi, 3 megavat bo'ladi. Joyida narxi. 3 kilovat, 4 kilovat, 6,5 kilovatlilar bor. Qaysidan desa, qilib beramiz xolos. Hozir mana bu tomonda ishlash jarayonini ko'rsatamiz xolos. Ular maydalab ko'ramiz. Kabellar olsa. Ko'ryapsizlar. Unaqa narxlarda ham qilib berishaveradi, faqat o'zlaring eshitdilaring. Shuning uchun aldanib qolmanglar akalar. 3-400 ming arzoniga qiziqib turib, hali kачественный original garantiyasi bor narsadan ham quruq qolmanglar. Shuning uchun olinglar, yaxshisini olinglar, xudo xolasa uzoq muddat xizmatlaringni qilsin. Tashlaymizmi aka? Ketdi. Voy, jonim sog' bo'l. Mana akalar. Bir tarafda somon pres, bir tarafda beda pres. Mana. Voy maşallah, bu napor uzardı qarang, bosimdi bunda. Juda go'zal. Bosim вообще katta. Balki u necha volt ishlayapti u hozir? 220 da ishlayveradi. Bu 4 kilovatlilarimiz bor. Bu 160-150 pastlikka ham ishlab beradi. 160-150. Lilarimiz 6,5 kilovatlilarimiz u 180 dan pastga ishlamaydi. Endi mana ishlab chiqarilgan narsani yaqindan bir olib kelib to'g'an yoradi agar. Buni qaranglar, maydaligini. Mana akalar. O ashqolatdan ashqolat. Ba'da makka bilan bug'doy. Makka bilan bug'doy. Ko'ringlar, juda go'zal. Alo, ma'lumotini
tezda berib o'tamiz. Aha. Mana mana bu makkani yorma holati. Yorma holat. Buni masalan go'ja, Aha. mollarga, atalarga tayyor, qaynab suvga quyasiz tayyor. Bunisi bug'doy mana. Bug'doyni yorma. Bug'doyni 2 to'rga bo'lib bergan. Qayda tepagan chiqarib buni. Xo'p, endi bu Tomonini yutib buni juda mayin qilib tashlagan. Bu qo'yni setkasiga chiqarilgani bu. Bu yer yong'oq press bo'ladi. Juda qattiq bo'ladi. Buni mol qo'y boqadigan odamlar o'zi yaxshi biladi buni. Keyin bunga Yer yong'oq press. buni chetga sottarog'ida chiqarganmiz, lekin buni ham qo'yga bersa bo'ladi. Ha, aka qarang, anchagina. Mana shu holatdan shu holatga. Xotirjamman. 4 xil nasatkasi bor. Xil nasatkasi bor. Garantiyalari bor akalar. Adres Marg'ilon kombinatda pastda telefon raqamlari bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Dastavkalari O'rta Osiyo bo'ylab ketaverar ekan. Qirg'iziston, Qozog'iston. Behijolat. Narxlari materialga qarab narxi o'zgaradi, xudo xolasa. Ashi reklama qilishayotganlar akalar hammasidan ham kerak bo'lsa qilib berishaveradi. Qanaqasidan xohlasalaring. Sana aytib o'tamiz, alo. Xo'p, bizda kimdir motorim bor. Shuni men oldin bochkaga yasab olganman deganlar bo'ladi. Bizda bu korpusni o'zi ham sotiladi. Ha, korpusni o'zi ham sotiladi. O'zi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming. Kimdirga pichog'i kerak, mahavisi kerak. Bor mahaviy. U ham bor. Kimgadir motori kuyib qolgan deydi. Hozir atmotga qilish qimmat bo'lsa, motor olish kerak bo'lsa, motor ham bor. Pullar bizda drabikani nimasi borki, ichacog'i borki sotiladi. Hammasi bor, sotiladi. Bo'lib sotilaveradi. Nimasi zarur bo'lsa, bu hali odamlarga yaxshilik, hali qulay bo'lsin deymiz. Hali qimmat pulga olmaydida, o'zida nimasidir bo'lsa, sal yengil tushadi demoqchiman. Olib kelsa o'zingiz ham qilib beraverasizmi aka? Mana shu o'zim chiroyli qilib Terib ham beraveradi. Ishlatib, tekshirib, balansovkasini chiqarib, katalogini qilib beriladi, xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin akalar. Mana xotirjam, bemalol, ishonchli Sarbon drabilkalari akalar. Nomerlari ham 91 672 88 88. Pastga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, mana shu sexlari bor. Xolasalaring kelib ko'rib ustida olinglar, xolasalaring dastavka qilib chaqirtirsalaring borib ishlatib berib kelishadi. Mayli aka, salomat bo'linglar.